Ketdim. Uzoq vaqt davomidan beri biz o'zimiz muxlislar bilan gaplashmay qoldik. Mana ukamiz murojaat bilan keldi. Zarbalar bir aytib qo'ysangiz. Nima sizni bezovta qiladi? Bellarim bezovta qiladi. Aka shuni detalni qilib aytingda, nima bor, nima yo'q. Qaysi zamonda engsiz tursangiz, qaysi zamonda og'riqlar sizni bezovta qiladi? Engizsam, o'tirsam, keyin ko'p yotsam og'riydi. Ko'p yotsangiz og'riydi. Harakat qilib yursam og'rimaydi. Og'rimaydi. Ha, shu dam oldim, og'rib bo'laveradi. Qay holatda bo'lsa ham Issiq sovuqqa ham qaramaydi. issiq sovuqqa qaramaydi. Хорошо, hozir biz sovuqda ko'proq og'riydi. sovuqda ko'proq og'riydi. Hozir biz bir kishi bilan ozgina detalni yaniga nimalarni qildik, testlarni bajardik. Hozir bu kishida ozgina ikranozli mышцалар bilan to'rt boshli mushkullarda necha qatishlik bor. Nimani ko'rganimizda поясничный заброс уже tekizlanib ketgan. Mayda bo'yinda bo'yin umurtqalarini hammasi chap tarafga o'tib ketgan. Qani bosamiz. Xo'p, boshingizga yaxshilab baland turadi. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Ikki qo'lingizni yonga berib olasiz. Va bo'laveradi mana. Mana mana meni qo'lim tushgan joy krestes degan nima? Ya'ni dumg'aza suyagi mana. Mana shu ko'tarilib ketgan sizda. Yana jicha oldiroqqa chiqingda bo'yingizni olgansiz. U ayollar uch yerga tegdi, ha. Endi ikki tomoningizni bir-biriga tegizing yana. Ana xohlasangiz, xohlamasangiz, men bu yerga tortib ham ko'rgan, boshqa ham qilganman. Aygiz yarim santimetr, 1 santimetr atrofida o'ng taraf kalta kelyapti. Mayda ukol qiladigan joy bor mana. Nervlar chiqishi vaqt joyi. Og'rib bormi yo'qmi? Ezganimda. Yo'q-a? Yo'q. Bu yerda ham yo'q. Yo'q. Endi qarang. Motor boshli mushkullarni boshyapti. Og'riq qanaqa? Bor. Monda ko'proq. Ko'rdingizmi mana? Bu ham kaltaligi, ham bu yerda ko'tarilib turganligi bizga o'sha направление beryapti. Konsistensiya, ya'ni qattiqligi. Bu oyoqda напряжение katta, bunda yumshoq. Tak, tangalarimiz. Bu yerda o'zi normal holati, bunda jitta shuylashib ketgan joy bor. Tak. Bu yerda o'zi normal holati, juda kichkina. Tak, bu yerda mana напряжение. Наоборот bo'lyapti. Motorni sal qattiqroq, to'g'ri yumshoqroq. Xo'p. Axilli svязкаlarimizni tekshiramiz. To'g'ri turing mana. Eng to'g'ri turgan. Aytibman, to'g'ringiz yarim santimetr 0.8 ga doğru kalta kelyapti. Bo'sh qo'ying mana. Bunda напряжение juda katta. Endi biz boshqa ish qilamiz mana. Mana belgi ko'rsa mana tekis turibdi bu. Buni bunday chuqurroq turish kerak. Mana boshqanda qancha yorug' bor. Yo'q hisobida. Manalar o'zi yopishib ketadi deb mana. Eng shishib ko'p ishqilasaga. Qarang, mo'tamon baland keladimi ama. Jitta to'g'rilamiz, tomonlari o'zini joyiga tushib qoladi, chiroyli bo'lib. Bismillahirrohmanirrohim. Qattiq bo'lib kelsa aytinglar. Tekrar desa, men sadaqat etaman mana. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa o'zini fazliga shifo bersin. Yana bitta qopni oldingicha nimani o'zini pasaytirib olamiz. Dumg'azani mana. Bu juda qattiq suyadi mana. Aha. Vo, ko'rma, tekis bo'ldi mana. Tekoyam tekis bo'ldi. Hop. Konsistensiya hali ham mana o'zini nasib turibdi. Belizda, girija bor-yo'qligini hozir sekin men o'zim qo'limda bilganchalik aytaman. Tak. Mana shu 5 bilan 1 orasi. Ham girija emas u, sal o'sha ko'tarilish boshlanib qolibdi, lekin protruzsiya bo'lishi mumkin. Hali yorib chiqmagan bo'lishi mumkin. Tak. 3 bilan 4, 2 bilan 3, mashallah, o rosa ko'p nagrushka bordi, yopishib ketdi bir-biriga. Tak, endi-chi, mana yumshoq bo'lishimizni qorinni shart ko'taringda. Qo'yib qo'yamiz qoringa. Nimalar yaxshi bizga ochilib berish kerak, fazlimiz oralari. Mana shu tekisda o'rmaydigan qilib o'zingiz moslang. Vo! Ana. Mana ko'tarib ketgan. İyi meselelerdə mana çatqıya mı çıxışkan ozgina. Ayaqlar qancha sürür yurdu zəliga, ular gələcəm, nə olur, futboldan mı? Bir oycha. Şimdi bir oyda içində orta məyər olsa, mana bu çap qolumun niməsi ortaga düşüyor. Məsələn dilib getibdi. Bu yoqqa ketyapti. Skolioz idi bunun mana. Men sizni
Belizi pazarladik mana ikkita, uchta, to'rtta, beshta bularga tegmayman, lekin mana doğum qo'yib turgan joyi bor. Agar mabodo 100 tadan 200 tadan bitta olomani to'g'rilagandan keyin 3 kun qattiq og'riq bo'ladi. Ashini ichida nimaga borsangiz, ular ham yordam ko'rsatgan bo'ladi, lekin biz yordam shu 3 kunda o'tib ketadi. Sekin uraman mana shunday. Sekin uraman mana. Bu haqiqiy belizini beradi. Endi mana bu tomonlari bellik emas, uje nimaga o'tyapmiz? Anaqaga. Mo ko'hlak umishlar. Ularda yaxshiroq shu. O yoqqa ketdimi to'y? Tovonga. Qay ketdi? Ha? Aytoring. To'y ketadi, mana to'xtatgan impulslar ikkala joyga yetib boradi. Bir oyog'im yetsin. Oyog'ingiz uchi ashakkalar bo'ladi. Mana endi ashlar hammasi yo'qoladi. Haligi sovqotga bildiringizmi, nima dedingiz? Natasiyonlarım nasıl otyapti? Bunaqa demay turing. Hamma kelib belgisi labas olishyapti ularga deb o'ylashmas. Tak, bo'ldi, mana juda balandab ketdim. Shuncha boshlab qo'ysak, nariga ketyaptimi, to'kka ketganga o'xshaydi. Ketyapti. Ana shular hammasini meniga olib kelgan impulslar. Endi mana olib qo'yamiz sizni kiyinmasdan. Ana. Qarab turing endi. Hali chiganalar mayat ezuvdim. Sar og'riyapti bilasiz, qanaqa og'riq bor mana? Yo'qoldi. Mo'ta kuchlilarmidi? Bularchi? Yo'q. Yo'qoldimi? Yo'q. Ko'rdingizmi, yo'qoladi. Chunki bu yerda sentral nerv bilan kelayotgan impulslar o'sha joyga kelyapti. Mana bu yer ozgina bo'lsa o'zini nimasiga, figurasiga kelyapti maylar mana. Chuqur joyga. Endi mana bu hali sizni qiynayotgan joylarga sekin uraman, xuddi o'pka shuqaga o'xshab ketadi. Qo'rqmang undan. Haligi sanchib turganga o'xshaydi-yu, deb qilaman desangiz. O shular yozilib ketadi mana. Ey, malades. Nima hayotda turadi, lekin mashinalarda ham qiyshaytirib olgan joylaringiz bor ekan mana. Ana, barakalla. O, maytgan. Pejani qo'yib turing, pejanani. O, mana mashinam yopishib qoldi mana. O, yelkalaringiz juda qiynalgan joy bo'lib qoldi mana. Mana bunisi yaxshi. Bunisi yaxshi. Bo'ldi. Biz yerda ekog'ni tekshirib oling, ikki qo'lingizga oling. Endi haligi kankislar bor. Ayolni ko'tarishadi. Tazni yani o barakalla. Men pastga chirmay, hatto kuch bor edi. Qayerga olib berdi? Bermadi. Zo'r gap yo'q. Bu tushundim. Endi unisini. Qayerga berdi? Ayağımda ozgina bor. Motomonlarda. Qayerda? O'sha qo'lingiz oldida. Berdi. Ana shu bu tushunding endi. Aytdim, mayda qishchilik bor-ku, ozgina. Bitta pozvonni biz o'tib ketgan edi. Mashina hozir olib tashlaymiz mana. Mashina. Kattaroq o'raydi. Tak, yana ko'taramiz. Yaxshi ko'taring, haligi olib qanchalik qoldi? Qoldi. Yo'qoldimi? Endi qolganicha mas'ullar bilan mahalla qilib tashlaymiz ekanmiz birgalikda. Turing endi. Mana o'tiring. Ayni sanglarda o'tiring. Bismillah. Bunga maydonga o'zgarish boshladi. Qo'lingizni bunga qo'shtirib ushlab turasiz. Xo'p. Mana zichni tekizlab qo'yamiz. Sal silkinadimi, quloqlaringiz ham bir gapirayotganga o'xshab ketadi agar naqsha. E'tibor bersangiz. Malades, zo'r chidayapsiz. Gap yo'q. Endi mana bu o'rtaga olib qo'yaman. Ana. Hech joydan qarang. O'rtaga keldim. Hech nari berishi yo'q. O hali motomon pastda endi mopasga o'tib ketdi. Zo'r anaqa bo'shayapti. Hamma bo'shayapti. Yengil bo'lib qoladi mana shu 3 ketaman deb berasiz. Qarang. Bu boshingizga olib chiqdimi? Boshingizga oldimmi? Olmadan. Juda olmagan bo'lsa yaxshi. Endi faqat pоворot qiling chapga, o'ngga. Ba'zida bitta bir tochka, mana bunday chizilma tortganga o'xshagan narsa sezasizmi yo'qmi? Yo'q, yengil. Yengil. Endi yoqqa. Bunda ham yo'q. Matarash bo'lyapti. O'tirasizmi sanada? Shu tochka og'riq sifat narsa bormi yo'qmi? Yo'q, ha? Hali shu bo'lsa ham yo'qotamiz uni. Qarang, bismillahirrohmanirrohim. Tushib, jag'ingizda yeydi, bunday nimaga ko'raga qarab turib, shu o'cha tikkalanadi. O, jicha sal qo'yavering. Bunday nima qilsangiz, kartopga o'xshab qoladimi? Mana buni kartopga urib bering. Yengil bo'lib qolishiga, beringiz ichkariga kirganda, qorningiz ichkariga kirganini sezyapsizmi?
egilimde ne bo'lgan bo'lyapman. Egil bo'lgan bir. Egil bo'lgan. Sen çıkaramayın mı? Canım. Bıçağın diye orada getirseydin ama o boyundaki o ana. Endi o'zingiz hisob qiling. Qanchalik yengillik sezyapsiz? Og'riqlar ancha yo'qoldi. Hop. Qilingan ishdan foyda topdingizmi yo'qmi? Topdim. Hop, hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana ukaxonimiz endi sirmasini bilmayman. Manchadan qochib kelgan o'zgarishlarni aytyaptilar. Hozir o'tishlar 5 minutdan keyin chiqaman. O qalpaqni kelib nima shunday qilyapman. Hop, like bosinglar. Obuna bo'linglar и kommentariy yozinglar. Tomamizga kelib bemalol muolajalar qilsanglar bo'ladi. Hop. Bu yolg'on emas. Rost ekan, men ham bugun keldim. Hop. Hadi o'qitib qo'yamanmi?